Menga qara, turishing yoqmaydi taminga. Bilmayman nimaga deb asabimni buzatda turishing. Men oldimda erkakka o'xshab, sal seryozni bo'lib turgan sotakka o'xshamasdan ey. Bugunoq dadam bilan gaplashmasam bo'lmaydi. Axir men ham yosh bola emasman-ku. Ha qachon boraman, nima o'qsam ham so'kaveradilar. Bugunoq aytaman, dada, ozgina erkinroq qo'ying, men ham o'rtoqlarimga o'xshab yuray ozgina. Axir men ham katta bola bo'lib qoldim-ku deyman. Nima bo'lsa bo'lar. O'ldirsalar, o'ldirib yuborsinlar. O, menga qara iflos. Qayda yuribsan? Tez yetib kel. Otani aytganini qilmasdan ish qilishni ko'rsatib qo'yaman senga. Tez yetib kel, senga 2 minut muhlat. Senlar o'zi asabim deydigan bola bo'lding, asabim deydigan. Katta bo'lib turib so'kishni istamasang Bugun emas Abdurashid. Tez yetib kel, senga 2 minut. O'zingni bos. Oyoq qo'lingni sindirib. Bugun emas. Bugun emas. Hozir shu gaplarni aytadigan bo'lsang, akang dalamini otang senni oladi. O'zingni bos. Ha, nima og'zingni ochib turibsan? Yo'q dada, aytganingizdek vaqtida yetib keldim, nima? Menga qara, axir shu otam-u, meni yomon ko'rmas. Ha shu yomon tarafim bordirki, meni so'kayotgandir. Men ham shu yomon tarafimni yo'qotayinchi, shu otam meni so'karim ekan. Shu otamda ham yaxshi xislatlar bordir. Axir shu otam birorta o'rtog'imdan meni kam qildimi? Kam qilmasdan boqdi-yu. Oyoq kiyimim yetilib qolganini ko'rsa, yangi kiyib olib pulni dadam beradi-yu. Qaysi o'rtog'im beradi ko'chada? O'lib qolsa dod deb yig'larman. Yo'qotib qo'ysam sog'inib yurarman shu otamni. Qani edi dadajon, turing meni so'king derman.